Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari. Bugun biz sizlarga uy sharoitida molni qorinidan kolbasa tayyorlashni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Buning uchun bizga qorin hamda go'sht va pripravalar kerak bo'ladi. Hozir biz sizga tayyorlanish usulini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda qorinimizni yaxshilab tuzlab olamiz. Qizil paprika sochib chiqamiz hamma joyiga. Yaxshilab surtamiz. Bolgarskiyda maydalangani tayyor sotiladi. Magazinda, bozorlardan topsangiz bo'ladi. Aralashmasi ham bo'laveradi. Buning ichida kashni-churuq, zira va yana boshqa travalar bor, ko'katlar. Kashni-churug'imiz maydalangani, buni ham yaxshilab hamma joyga sochib olamiz. Zira biz har doim shu pripravalardan hamma ovqatlarimizda foydalanamiz. Hammasini yaxshilab surtib chiqdik. Bizga 1 kilo, 1,5 kilo taliq go'sht kerak bo'ladi. Go'shtimizni qo'yib chiqamiz, uzun qilib bir tomoniga. Endi yaxshilab buni mahkam qilib o'rab olishimiz kerak. Rulet qilib turib. Buni erkak kishilar tayyorlasa ham yaxshi, chunki kuchliroq bo'lishi kerak. Buni mahkam qilib o'ragani. Agar go'shtingiz yog'liroq bo'lsa yoki mol yog'i bo'lsa, qo'shib yuborsangiz ham juda ham mazali bo'ladi. Hozir biz o'rab chiqdik. Endi ip bilan yaxshilab bog'lab chiqamiz. Kolbasamizni yaxshilab o'rab oldik, mahkam qilib. Uyda paket bo'lsa, qanaqa paket bo'lsa bo'laveradi. Bizda strish. Mana shu bilan o'rab chiqamiz endi ustidan. Kolbasamizni ko'rganingizdek upakovka qilib o'rab oldik. Mana bironta yina olib har joyga sayib chiqishimiz kerak. Ko'rganingizdek. Endi bizni kastrulkada suv qaynab turibdi. Qaynab turgan, ozgina tuz solingan suvga solib 2-3 soat davomida past olovda pishirib olamiz. Mana qorindan tayyorlagan kolbasamiz ham pishib qoldi. Kesib sizlarga tayyor mahsulotni ko'rsatyapmiz. Juda ham mazali, albatta uy sharoitida tayyorlab ko'ring. Eng asosiysi tabiiy narsalardan foydalanganmiz. Ximikatlar yo'q hech qanaqa. Shuning uchun o'z oilangizga, farzandlaringizga tayyorlab berasiz degan umiddamiz. Agar kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi videolarimiz birinchi bo'lib sizga yetib boradi. Pishirayotgan taomlarimiz sizga ma'qul kelsa, like bosib qo'yasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun
Katta rahmat. Sog' bo'linglar.